أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İngilizce Kur'an-ı Kerim dersiga 6-cı qism. Aldan qatımda biz Sura Baqara'nınki 26-cı ayetini ahırlaştırgan bolgan. Şununda Allah Subhanahu ve Taala'nınki Allah Taala bayan qılgan misallar sebeplik ezip ketadigan kişilerni Allah Taala bayan qılgan edi. Bu 27-ci ayette Allah Subhanahu ve Taala şu ezip ketken kişilerning sifatlarini Allah Taala bayan qıldı. Bismillahirrahmanirrahim. 27-ci ayet. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Those who break Allah's covenant after ratifying it and sever what Allah has ordered to be joined as regards Allah's religion of Islamic monotheism, and to practice its legal laws on the earth, and also regards keeping good relations with kith and kin, and do mischief on earth, it is they who are the losers. Allah'ın ahdisini buzduğan kişiler, yani şu kişilerin sıfatları, Allah'ın ahdisini buzduğan kişiler ola, onu çıngıtkandan keyin, yani Allah'ın bilen qasam içip qılgandan keyin. Ve Allah uğulnışqa buyurgan nersini yüzüdüğen kişiler. Yani bu Allah'ınki İslami tevhid dini doğrusunda ve onunki kanunluk yolları, legal kanunluk, law kanun degan boldu. Yani onunki kanun farmanlarını ziminde icra qilish. Muşu haqdaki Allah'ın farmanını buzudu. Ve yana urug' tuqqanlar bilan yoki kes and ken degan qo'lim qo'shnilar bilan bo'lgan yaxshi munosabatni saqlab qolish haqida Allah Subhanahu va Taala ulashqa buyurgan narsani uzib qo'ydi. Va zaminda buzg'unchilik qildi. Ana shular ular ziyon tortgan kishilardir. 28-ci ayet. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. How can you disbelieve in Allah, seeing that you were dead, and He give you life? Then He will give you death. Then again will bring you to life on the day of resurrection. And then unto Him you will return. Qandaqmı Allah'ni inkar qılalayısılar, kafir bulalayısılar, körüp durup sizlarning ölük ekanliklarini, yani sizlar ilgari ölük halatыңlarni edinglar. Andın o sizlarga hayotlik berdi. Andın o sizlarga yana ölüm berdi, yani öldürdü. Andın yana sizlarni hayotlikka keltirdi qiyomat kunida. Va andın onunğa sizlar qaytadigan turib, qandaqmı Allah'ni inkar qila olasizlar dedi Allah Subhanahu va Taala. Bunun şərhi üçün 40-cı surəninki 1-ci ayətiga qaralsın. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Bu 29-cı ayət. It is who created for you all that is on earth. Then he rose over, istawa towards the heaven, and made them 7 heavens, and he is the all-knower of everything. O Allah sizlar üçün yaratgan kişidir zimindeki nersinin hemmisini. Andın o örledi, yani istava qildi degan örledi asman tarafga. Ve o asmanlarni 7 qat asman qildi ve o hamma narsalarni to'liq bilib turuvchi zotdir. 30-cı ayet. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. And remember when your Lord said to the angels, verily I am going to place mankind generations after generations on earth. They said, will you place therein those who will make mischief therein?
and shed blood, while we glorify you with praises and thanks and sanctify you. He, Allah said, I know that which you do not know. Ve estigin ki, senin parvardigarın farishlarga aytgan vaqtni esingga olgin. Haqiqatan men insonlarni o'rinlashtiraman, avlodlarni avlodlardan keyin zaminda, ya'ni keyin qilgan avlodlarni zaminda o'rinlashtiraman degan vaqtni eslagin. Ular, ya'ni farishtalar aytdi, sen o zaminda o'rinlashtiramsan buzg'unchilik qiladigan shu zaminda va qon to'kadigan kishilarni. Vaholanki biz bo'lsak seni poklaymiz. Glorify degan, ya'ni seni pok deb bilamiz va seni muqaddas deb bilamiz. Hamma hamda va shukrlar bilan seni poklaymiz va muqaddas deb bilamiz. Deganida Alloh aytdiki, men sizlar bilmaydigan narsa bilaman dedi. 31-oyat. Va allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. And he taught Adam all the names of everything. When he showed them to the angels, they said, tell me the names of these if you are truthful. Ve yani Allah Adem'e hamma narsaning ismini o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatdi va dedi, "Menga bularning ismlarini aytib beringlar agar rostchil bo'lsanglar" dedi. 32-oyat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. The angels said, "Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise." Ular, yani farishtalar aytdiki, "Poklik sana bo'lsin. Bizda sen bizga bildirgandan boshqa ilm yo'q, bilim yo'q. Haqiqatan sen hammani bilib turuvchi, hikmat bilan ish qiluvchi" dedi. 33-oyat. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. He said, "O Adam, inform them of their names." And when he had informed them of their names, he said, "Did I not tell you that I know the ghaib, unseen in the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have been concealing?" Yani Allah aytdi, "Ey Adam, ularga o narsalarning ismlarini aytib bergin", yani farishtalarga dedi. Va Adam ularga o narsalarning ismini aytib bergan vaqtida Allah aytdiki, "Men sizlarga aytmadimmi? Men g'aybni bilaman, ya'ni unseen, ko'z ko'rmaydigan narsalarni bilaman, osmonlardagi va zamindagi. Va men sizlar oshkorlagan va sizlar yushirib kelgan narsani bilaman deb sizlarga demadimmi?" deb Alloh taolo farishtalarga qo'ydi. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mushagacha bo'lsin. Oxirida yangi so'zliklarni o'taylik. Covenant, ahda. Ratifying, chingitmoq. Sabr, üzmek. As regards, to'g'riliq. Monotheism, tavhid. Practice, ijro qilmoq. Kith and kin, urug' tuqqan. Losers, ziyon tortquchi. Rose over, o'rlamak. Heaven, osmon, arish. Angels, farishtalar. Generations, avlodlar. Place, o'rinlashtirmoq. Blood, qon. Shed, to'kmak. Glorify, poklamoq. Sanctify, muqaddas bilmak. Reveal, oshkorlamoq. Concealing, yushirmoq. Bugungi darsimiz mushagacha bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo xolisa kelar qitim yana darsimizni davomlashtiramiz. Alloh taolo kelar qitimgacha hammamizni tinch, amon, xotirjam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.